Allahu Akbar. Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم قرنداشlar. Biz sizlarga sunib kelayotgan Arba'in Navaviya, ya'ni 40 hadisninki sharhiyasiningki 3-si bilan bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. 3-hadisninki asosliq mazmuni islomninki asosiy prinsiplari. Ya'ni islomninki 5 asosiy prinsipini sizlarga izohlab o'tmoqchi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Hamda bu hadisni Buxoriy va Muslim xabar qilgan hadis, ya'ni sahih hadis, ya'ni muttafaqun alayh hadis. Ikki dona nufuzluq muhaddis Qur'ondan qolsa asosliq dasturimiz, qonunimiz bo'lgan hadis kitoblarininki egillari bo'lgan Imom Buxoriy va Imom Muslim bu hadisni sahih deb baholagan. Demak, bu hadisda hamda Umar ibn Khattab radiyallohu anhuma, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab ikki dona islomga aloyid tuhfa qo'shgan sahobalar. Umar ibn Khattab radiyallohu anhu hammalarga ma'lumliq, bu ikkinchi xalifa, islomga alohida tuhfalarni qo'shgan sahoba. Bu sahobaninki o'g'li Abdullah ibn Umar radiyallohu anhuma deydi: Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan mundaq deganligini anglagan edim dedi. Buniyal islam ala 5: shahadat an la ilaha illalloh va anna Muhammadan Rasulullah. Hamda Abdullah ibn Umar kim degan bir savol tushdi tabiiy holatda. Abdullah ibn Umar Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelishdan 1 yil burun tug'ilgan. Tug'ilgan. Demak, islomninki dastlabki davrlarda yosh kichik holatda Makkada yashagan, keyin Madinaga sahobalar bilan birga hijrat qilgan. Abdullah ibn Umar jangi Uhudga chiqqanda yeshi kichik bo'lish sababidan Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Umarni urushga qatnashtirmagan. Undan keyingi urushga Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Umarni qatnashtirgan. Abdullah ibn Umar 4 tane Abdullah va faqih, alim, mujtahid. Musha Abdullahninki birisi. Islomga aloyid tuhfa qo'shgan. Bu Abdullah ibn Umar radiyallohu anhuga guvohlik berib, Abdullah ibn Umar intayin farizkor, sunnatga bak amal qiladigan sahabati degan. Demak, Abdullah ibn Umar radiyallohu anhuninki alohidligi mushu Qur'on hadisni yetkazish va da'vat yetkazishda alohida ko'z ko'ringan. Xuddi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Qur'onni tarjim qilish, ijtihod masalalarida alohida ko'zga ko'ringandek. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuninki bu hadisni so'zlashning sababi nima sababdan bo'lgan deganda, bir kishi payg'ambar Abdullah ibn Umarning qashig'iga kelib, Abdullah ibn Umarga siz nima uchun jihad qilmaysiz? Jihad qilmaysiz. Allah subhanahu va taolo jihadga qiziqtirib, ilhomlantirib qilmaganmi degan. Deganda Abdullah ibn Umar bu kishi so'zni oqimoqqa 3 qatim takrorlagandan keyin bu kishiga javoban payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki
Buniyal İslam ala khamsin. İslam 5 asosiy prinsipning ustiga qurilgan degan bu hadisni so'zlab bergan. Demak, qarindoshlarimiz, biz oyatni tushungan vaqtda oyatning sababi nuzuli. Buni tushgan vaqti, kimga tushgan, qayerda tushgan, buni bilmasak, hadisni tushungan chaqda hadisning sahih emasligini ayirmasak, sahihning hadisning Vorudul ahadis deymiz, kelish sabablarini bilmasak, biz xatolashib ketamiz. Hadisni tarjima qilib, yoki oyatni tarjima qilib, manda hukm chiqadi ekan deb qilib bu ozg'unlikqa olib boradi. Shuningdek, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu sahobaninki bu so'ziga mundaq javob bergan. Endi bu Abdullah ibn Abbas jihadga qiziqtirilganligini, jihadga mu'min musulmonlarning buyurilganligini biladi. Bilsimi, Abdullah ibn Abbas bu çağda İslam azadlıkka erişip, İslam diyarları alahide küçüke tolup, başka rayonlar qarta elip berilgan cihat idi. Şunlaşka Abdullah ibn Ömer raziyallahu anhu bu cihatının mao hadisini sözleş arkalık onun muhimlikini ve bu hadiske emel kılış tekimiço muhimlikini körüsüp ötken deydi alimler. Abdullah ibn Ömer endi bunu deyişte bu cihat to'g'riliq azroq endi biz to'xtalish to'g'ri keldi. Cihat ikki turlik bo'ladi. Ikki turlik bo'ladi. Cihat bu jihadut talab, jihadut daf'a deymiz. Jihadut talab degan da'vat, haqqoniyat, adolat, erkinlikni qo'lga keltirish uchun sirt qarta ilib berilgan da'vat, adalet to'sqinlik uchirgan vaqtda shuni qo'g'dash uchun qo'llaniladigan bu jihad, ya'ni bu jihadut talab bo'ladi. Jihadut daf'a deymiz, ya'ni mudofa, o'zimizni qo'g'dash, ya'ni muqovamat, qarshilik ko'rsatish jihadi. Bu jihad farz ayn bo'ladi. Jihad ikki turlik, farz kifoya, farz ayn. Demak, jihadut talab, farz kifoya, jihadut daf'i desa farz ayn bo'ladi. Bu alim ulamolarning qarashi, ulamolarning jumhur alimning qarashida jihad umumiylik elib aytgan vaqtda farz kifoya deb qaralgan. Farz kifoya degan qanday desa, farz kifoya degan har bir mu'min musulmon o'zi qilmasa bevosita qo'l tiqib, ma'lum kishilar shuningga alohida vaqt ajratib, shuningga qatnashgan bo'lsa, shu sonni to'liqlaydigan bo'lsa, shu hududdan chiqargan bo'lsa, qolganlik qilmasmi gunohkor bo'lmaydi. Bu farz ayn jihad desa, bu farz ayn jihatni har bir kishi o'zi qilmas bo'lmaydi. Farz ayn bo'lgan vaqtda bu jihad hammalarning gardiniga tushdi. Demak, endi ma'lum musulmonlarning yurtini kofirlar egallayapti. Kofirlar uning huquqiga tajovuz qilibdi. Musulmonlarning yashash huquqini elib ularni insonga qilmaydigan muomalalar bilan muomala qilib, yer sharini yo'qotib o'tishga harakat qilgan bo'lsa, buning qarshilik ko'rsatish, bular qarta haq huquqini talab qilish, qarindoshlarni qo'g'dash bu muhim bo'lgan, biz da'vatgan farz ayn jihad. Buni hammalarning qilishi zarur. Bu hukm hidoyada, sharvaqayda, muxsar vaqoilda bor. Ya'ni buning iborasi al-jihadu farzu aynin in hajamal kuffaru fayakhrujul abdu wal mar'atu bila iznin. Yig'ilsa oyat hadisning mazmuni bu kafir musulmonlar diyoriga tajovuz qilib besib kirsa, buningdan har bir kishi qo'l xo'jayindan, ayol kishi erdan so'may qarshilik bildirishi farz deb belgilangan. Lekin besib kirilib bo'pti, ma'lum vaqt o'tibdi, bu chaqda desa hukm o'zgaraydi. Shunga nisbatan qarshilik ma'lum harakat qilish bu zarur bo'ldi. Shuni olim ulamolar shu millatningki yetishgan ulamolar buning uchun fatvo chiqaradi yoki hukm qiladi. Demak, endi gapni yig'indisa, biz jihad desaklar davomli qurolliq jihatni tushunib olsaqmi bo'lmaydi. Jihatni payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Makkadagi vaqtida jihad elib borgan. O chaqda qurolliq jihad qilishga oyat tushmagandi. Tushmagan. Bunun dalili nima esa? Fala tuti'al kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kafirlarga itoat qilma, bo'ysunma, kafirlarga qarshi cho'ng jihad qilgan. Bihininki almash shu qaytadigan Qur'on, hadis, ya'ni shu
da'vat, tushundirish, ma'rif, o'qitish qatorliq ishlar bilan jihad qilgan. Alloh taolo bu jihadni jihadan kabira deb atadi. Demak, gapni yig'ilsa, shu dinninki haqiqiy ustunlikka erishish uchun, musulmonlarningki erkinlikka erishish uchun bizning qilgan barliq harakatlarimiz hammasi jihad, hammasi Alloh yo'lida niyatimiz to'g'ri bo'lsa, maqbul va manzur bo'ladi. Bu ulamolarningki jumhur olimlarningki qarashi shu. Demak, bu yerda biz jihad to'g'riliq so'zishimizda bu hadisningki so'zlanish sababi, maydon qilish sababi dal bu sababdan bo'lgan. U kishi kelib Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuga mushundaq savollarni so'rab, nima uchun sen jihadga chiqmaysan degan. Ulamolar hamda bu jihad to'g'riliq nurg'unlagan tushundirish izohatlarni bergan vaqt buning nisbatan sal qisqaydi, lekin bizningki jihadning 4 turlik bo'lganligini bu bilib olish intayin bizga nisbatan muhim. Jihad birinchisi desa, jihadun nafs, o'zimiz bilan kurash qilish, o'zimizni yengish, o'zimizni kontrol qilish masalasi. Ikkinchisi jihadu shayton, shayton qarshi. Bizningki qaynimiz da davomli bemalol erkin harakat qilib turadigan, bizni vasvasiga soladigan, yaxshilik qilishga to'salg'i bo'ladigan, yomonlikqa undaydigan shaytonga qarshi jihad qilish. Yana birisi uchinchisi jihadul munofiqin, munofiqlarga qarshi jihad. Munofiqlarga qarshi jihad qilish bu qurolliq bo'lmaydi. Buni so'zlash, tushundirish, buningcha biz har xil muomala qilish orqali bu munofiqlarga qarshi jihad olib boramiz. Kofirlarga qarshi jihad desa, shu kofirlarga qarshi jihad bizningki jihadimiz, demak kofirlar bizga tajovuz qilgan bo'lsa, yurtimizni tatib olgan bo'lsa va yoki musulmonlarni izib, musulmonlarningki dinini bemalol erkin elib bağlab qo'ymagan bo'lsa, shuarlarni, diniy shuarlarni cheklagan bo'lsa, bularga jihad qilish vaqtda zarur bo'ldi. Hamda jihadın nefsi, bu nefslen jihad qilish 4 turlik bo'lib, bu jihad Allah subhanahu wa taala har bir bandaning buyurgan narsani o'rganish. Bunu çok bir jihad. Biz bilim o'qishninki farzligini hech kim inkor qilmaydi. Biz bilim o'qishimiz kerak, bilim olishimiz kerak. Endi bilimni o'qigandan keyin desa, uni amal qilish ikkinchisi. Demak, amal qilish uchun nurg'un tirishchanlik, uningga kuch, nurg'un energiya ketadigan gap. Uningdan keyin shu bilgan narsamizga qarata da'vat qilish masalasi. Bu da'vatga misol qaratimiz, da'vatmi, tashviqot qilishmi? Bu bizning dinimizning ustunligiga erishish uchun, bizning musulmonlarning erkinligiga erishish uchun barliq kuchimiz bilan tashviqot qilish, tushundirish bu muhim jihadlarningki birisi. Anandan keyin bu ishlarni qilgandan keyin nima ish bo'ldi desa, har xil fitnaxo'rlar, dushmanlar, kofirlar keynimizdan gap topadi, tuhmat chaplaydi, nurg'a bizlarga ziyonkashlikdan qilish mumkin. Buning qarta sabr qilish deydi. Sabr qilib o'zimizni tutib olamiz, yo'lni davomlashtiramiz. Biz ilgari hadislarda deb o'tgandek, sabrning ma'nosi 3 turlik bo'ladi. İtaatga sabr qilish, ya'ni qat'iy davomlashtirish, uni qilish, o'zimizning nafs bilan, shayton bilan kurash qilib, buningcha o'zimizni yengib, bu sabrni vujudga chiqarish. Yana birisi desa, gunoh ma'siyatni yiroq turish orqali, buningcha o'zimizni tutib olish orqali sabr qilish. Uni boshqacha desa, bizniki yurtlarda tuqqanlarimiz, bolalarimiz, ayollarimiz, ota-onalarimiz, singillarimiz qolgan bo'lsa, ular xo'rlik qilgan bo'lsa va yoki ularga nisbatan o'lib ketgan bo'lsa, ularga nisbatan biz duo qilish, qo'limizdan kelishicha shularni qutqizishga tirishish bilan birga o'zimizni tutib olib, o'zimizni yo'qotib qo'ymasdan olg'a ilgirlash degan bo'ldi. Bu sabrning ma'nosi. Shu sabrning darajasi pek yuqori. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innama yuwaffas sabiruna ajrahum big'ayri hisob degan. Sabrchanlarga, yuqoridagi 3 xil sabrni qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo had hisobsiz ajr mukofot beradi deb Alloh taolo Qur'onda aniq o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerda bu jihadningki nafs bilan, shayton bilan, munofiqlar bilan qiladigan jihad, kofirlar bilan qiladigan jihad buning darajasi, buningki kengaysak bek keng ketadi. Ana munofiqlar bilan qiladigan jihad so'z orqali bo'ladi. Uning uchun har xil tarbiya qilish orqali bo'ladi, ularga tushundirish orqali bo'ladi. Masalan, ularga qurollar orqali jihad qilinmaydi. Kofirlarga uchun desa, buningmi biz so'zlab boqamiz, deb boqamiz, uni olmay qolsa keyin
shu o'zimizning haq huquqini qo'g'dash uchun ular bizga tajovuz qilgan bo'lsa, tajovuz qilamiz. Va akhrijuhum min haysu akhrajukum deb Qur'onda ular sizlarni chiqarib etgan o'rindan sizlar ularni chiqarib etinglar degan buyruqqa cho'qim amal qilishimiz bu bizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz. Yana bir oyatda vaqatilu fi sabilillahillazi yuqatilunakum. Sizlarga urush ochgan, sizlarni o'ltirgan, sizlarni tutgan, sizlarni qiynagan, sizlarga hujum qilgan, sizlarni yer sharni yo'q qilishga uringan kofirlarga qarshi jihad qilinglar degan bo'ldi. Ashular sizlarga urush qilgandan keyin unga urush qilinglar degan bo'ldi. Demak, buni kengaytsak kengayib ketadi. Boshqa darslarda inshaalloh to'xtalamiz. Demak, biz birinchi cho'ng jihad nima ekanligini o'zimizni yengish. Payg'ambar alayhisalom Makkadagi vaqtda uzina lillazina yuqatalun bi annahum zulimun degan oyat tushmagan. Demak, qurolliq jihad izni berilmagan vaqtda Payg'ambar alayhisalom mujohiddi. Payg'ambar alayhisalom mujohidlarning ustozi, jihad qilgan, sahobalar jihad qilgan. Hammalarningki bir ishni qilib olishimizningki o'rni yo'q. Bu ummatga hamma harakat qilayotgan kishilar muhtoj. Uning olimiga, uning yozuvchilariga, uning mushundaq da'vo sepida mengayotganlarga, da'vatchilarga, mujohidlarga ummat muhtoj. Birisi yana birisini kamsitishga yoki ularni so'kishga bo'lmaydi. Buning bir tipik misollari bor. Ayni vaqtdagi tabiinlar o'tirisida bo'lgan Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh katta olim kishi bu, mufassir, bu haram baytlarda ibodat qilgan, ibodat bilan shug'ullangan, o'quvchi bilan shug'ullangan. Buningga Abdullah ibn Mubarak ham olim, ham mujtahid, ham mujohid bo'lib, aldan sart urush qilib turib xat yozgan. Bu bak endi zaif bo'lgan bo'lsa-mu, zaif deb qaralsa-mu, lekin bu cho'p yerga munosabat qo'ygan ekan deymiz. Demak, bu xatni ko'rib Fuzayl ibn Iyaz yig'lab ketgan. Demak, biz mas'uliyatimizni tunaylik qarindoshlar. Oyatni o'z o'rnida tushunlar. Hadismi yuz bergan sabablari, buning uchun nima sababni so'zlandi, buni bilib biz amal qilib. Hammamiz o'zimizning ideyasiga Qur'on hadisdan dalil topmayli. Hammamiz biz Qur'on hadisdan chiqqan mazmunga, ideologiyaga agishili shartsiz unga ma'qul deyli. Hammamiz o'zimizningki ideyasini Qur'on hadis qilib ko'rsatmayli. Demak, bu yerda biz endi bu jihad to'g'riliq Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga noma'lum bir kishi kelib, shunday gap qilganligi uchun buni so'zlash zarur bo'ldi. Demak, bu hadisninki 5-da Abdullah ibn Umar nima dedisa, islomninki asosiy prinsipi. Yana man deyishda, mao jihad, sen davatgan jihad farz kifoya. Men qilayotgan, ma davatgan gap farz ayn. Demak, bu birinchisi bo'lsa, buniyal islom ala khamsin. Islom 5 asosiy prinsipning ustiga qurilgan dedi. Qurilgan degan gapni o'zimiz buni tushunib olamizki, qanday qurildi bu? Demak, bir bino, 5 burjaklik bino, 5 tane tuvuruklik bino, 5 tane asosi va bir bino degan bo'ldi. 5 asos prinsip ustiga qurildi islom. Islom. Ya'ni din demakchi. Bizning islom dinimiz shunda qurildi. Birinchisi shahodat la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning elchisi deb guvohlik berish dedi. Demak, bu yerda la bilan boshlandi, nep bilan. Bizning qalbimizni bakolab, butun hamma narsani, vujudimizni paklab, faqatlam Allohning yakki yegani iloh ekanligini, yakki yegan Allohga cho'qindiganligimizni bilish, buni bizningki muhim bir amrimiz ekanligini buning aniq ko'rsatib turibdi. Shahodat la ilaha illalloh degan gap Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish. Bu shahodat degan gap dildi bu yerda. Yoki qo'li masalan dangli demidi? Nima uchun? Buningda nihoyat muhim bo'lgan bir hikmat bor. U o'smi guvohlik berish degan gapni o'zi bir guvohlik bermoqchi bo'lsak, biz o guvohlik berilgan kishini, shu ishni biz ujur-bujurgacha yaxshi bilishimiz kerak. Uni bilmasak guvohlik bergan olmaydi. Demak, guvohlik berganimizningki o'zi shuni bildiganligimizni, bilgandan keyin guvohlik berdiganligimizni uqtirdi. Shu shahodat la ilaha illalloh. Endi guvohlik bilgandan keyin biz buni bilib guvohlik berish. Bilib, masalan Qur'onda nima deydi? Astagfirullah, fa'mannahu la ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q deb qilgan. Sen buni bilgan, tushungan degan bo'ldi. Bu og'zimizdan deb qo'yib, buni tushunmasak, buni bilmasak bo'lmaydi. Bu tavhid bu. Tavhid. Bu la ilaha illallahning muhimligi to'g'risida Musa alayhissalatu vassalam Alloh subhanahu va taologa bir
bana bir dua gütüp koysan ya Allah, duadan bir nima cho, bir deb bersan degende la ilahe illallah degen. Voy la ilahe illallah o deymi? Lekin bu boshqacha bir dua o'ylab qolganda Musa alayhisalom. Shuning bilan Musa alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo bütün mahlukatlar, bütün kainat hammasi tarazının bir pallasi tutsa, la ilahe illallah bir pallasi tutsa, la ilahe illallah cho besib ketdi degan. Demak, la ilahe illallah Peygamber Aleyhisselam ve mendim bunu peygamberler cho bunu zikr qilgan, bunu tushungan, bunu da'vat qilgan. Mush la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ve anna Muhammedur Rasulullah degan mush so'z uchun Peygamber Aleyhisselam cho 13 yil o'zining tuqqanlari qabilasidan urushgan, ularga tushundirish uchun tirishgan, ularga nisbatan cho chiq ajri singdirib Peygamberimiz ularga nisbatan bir musulmon bo'lishni cho arzu qilgan bir so'z endi bu. Demak, shahodat la ilaha illallah va anna Muhammedur Rasulullah degan bu so'zning o'zidan biz nima uchun bu burun keldi desa, shahodat, guvohlik berish masalasi. Demak, biz buni deyish orqali, buni tilimizga joriy qilish orqali nima bo'ldi desa, kafirlik chemberikidan mu'min musulmonlik chemberikiga o'tkazilgan bir alohida bu xislatlik bir qurolning o'rniga gap bu. La ilaha illallah va anna Muhammedur Rasulullah degandan keyin bu ikkisi bir-biridan ayrılmaydı. La ilahe illallah ve anna Muhammedur Rasulullah. İkisini birisini demisak ya birini itiraf qilmasak, o çağ çok kafir bo'lgan gap. Bu aqida itiqad, yani ideologiya masalasi. Ideologiyamizni avvalcha ruslavamsak bo'lmaydi. La ilahe illallah ve anna Muhammedur Rasulullah degandan keyin buningki tavhidimizni mustahkam qilishimizga to'g'ri keldi. Tavhidninki tavhid uluhiyat, tavhid rububiyat, tavhid asma va sifat deymiz. Tavhidninki uluhiyat, yagona Allohga ibodat qilish, Alloh bilan qulchilik qilish, boshqa hech narsani Allohga shirk keltirmaslik bu tavhid uluhiyat. Tavhid rububiyat bo'lsa Alloh subhanahu va taoloninki osmon zaminni yaratganligi, bizga rizq berganligi. Bu tavhid rububiyatda kafirlarmi, ayni vaqt payg'ambar urushgan mushriklarmi Alloh bad etdi. Buddistlar Alloh bad etdi masalan. Lekin cho desa, bular ibodatni Allohga yagona qilmaydi. Allohga shirk keltirdi. Shu sababdan Payg'ambar Islom 23 yilcha bular bilan kurash qildi, urushdi, haqni tushuntirish uchun tirishdi. Buni tushunmasak bo'ldi. Shunga Qur'onda "Vala insa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunalloh." Agar shu mushriklardan siz osmon zaminni kim yaratdi desangiz, Alloh deydi deb Qur'onda aniq dedi. Demak, Qur'onda mushriklarninki Allah yaratganligi osmon zaminni ishindiganligining birdan bir dalili buningda. Yana bir aytcho rizqni kim berdi? Alloh berdi deb on dedi. Degan bilancho bular u mushriklikdan ya'ni kafirlikdan qutulolmadi. Demak, Alloh subhanahu va taologa yagona ibodat qilishnicho bular o'zininki eng chong bir nishoni g'oyiz qilmay Allohga boshqa narsani shirk keltirib qo'ydi. Shu sababdan bu islomning asosiy prinsip bo'lgan birinchi prinsipdan chataq chiqdi. Bular mushrik deb ataldi. 23 yil jarayonida payg'ambar alayhisalom bular bilan kurash qildi. Muhammad Rasululloh dedi. Allohning o'ziga iloh yo'q deb, masalan, tavhidi qancha mustahkam bo'lib ketdi, payg'ambar alayhisalomning payg'ambarlikni e'tirof qilmasmi, ya'ni o'xshashlar, u ya'ni kafir. Kafir. Demak, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mana 5 asosiy prinsipni, demak, bu farz ilm bu. Har bir kishi buni qilish kerak. Islomning darvozasi, tavhid darvozasi shu la ilaha illalloh va anna Muhammad Rasululloh bilan bu maydonga keladi. Demak, bir nimada bor hadisda bor. La ilaha illalloh miftahul jannat deb. Jannatning ochqichi degandan keyin bir so'g'an kanda jannatning ochqichi bo'lganligi la ilaha illalloh desaklam ish bitmadimi degandan keyin to'g'ri jannatning ochqichi. Lekin jannatningki cho'ngini eng olisini achish uchun yo'g'in qulp bo'ladi. Yo'g'in qulp bo'lgacha yo'g'in ochqi lozim. Yo'g'in ochqicha tishi ko'p bo'lish kerak. Uni tishi bo'lmaydi-da ochqininki. Ya'ni demak amallar ko'p bo'lmaydi. Deb ilgirki salaf solihlar shunday javob bergan. Demak la ilaha illalloh deb qo'ygan bilan ish bitmaydi. Biz iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb va amalun bil jinan. Ya'ni qalbimizni e'tirof qilish, iqror qilish, tilimizda joriy qilish, amaliy harakatimizni ko'zitish, buni faqatlan bir-biridan ayirsak bo'lmaydi. Qarindoshlarimiz. İkincisi iqomat salomda namoz o'qish,
Demak, birinchi darvozadan kirgandan keyin mu'min musulmon bo'lishning asosi bo'lgan shahodat la ilaha illalloh va anna muhammad rasululloh deb bo'lgandan keyin iqomat salat dedi. Namozni o'qish. Namozni barpo qilish, namozni turg'izish. Aqama yuqimuni iqomatan mindoq. Ravrus, bijirim buni barpo qilish degan bo'ldi. Bu namoz o'qinglar, sallus sala yoki as-sala degan gapni keltirmay iqoma deb keltirishi hamcho Qur'onda masalan aqimus sala va atuz zakat deb aqimu deb keltirishi sababi nima deganda bu iqomat degan so'zning o'zidan namozni o'z vaqtida ta'dil arkonlari bilan xushu tazarru bilan buyurilgan buch o'qinglar demoqchi. Payg'ambar alayhisalom deb buyurdi, sallu kama ra'aytumuni usalli deb. Demak, sizlar meni ko'rgandek, meni ko'rgan shaklda men qanday o'qigan bo'lsam, shunda namoz o'qinglar deb payg'ambarimiz bizga o'rgatib qo'ydi. Demak, namoz o'qish, namozincha vaqtida dal joyidacha o'qish bu intayin muhim. Demak, namoz as-salatu imadud din, dinning asosi turki. Bu dinning turkini barpo qilgan, dinni barpo qilgan bo'ldi. Namozincha bu baqa qilgan odam, o'qimagan odam dinning turkinincha birini yiqitib o'tgan bo'ldi. Demak, islom 5 asos prinsipga qurildi dedik. 5 asos prinsip qanday deganda yoki buni bir cho'ng bir chidirga o'xshatsak bo'ldi. Chidirning 4 tal yog'ichi va atrofda qo'ziq asos, o'tiruvchi bir tal nayt cho'ng bir turk bo'ladi. Bu turk nima desanglar? Bu turkning o'zi shu asosi shahodat. La ilaha illalloh va anna muhammad rasululloh degan shu turk shu. Yoki 5 burchaklik bino bu. Eng cho'ng bir bino sanmoqchi. Demak, mush 5 asos prinsipni to'liq qila olsak da islomning asosini qilgan bo'lamiz. Asos o'lib bitgan bo'lamiz. Asos o'lib bitirib qo'yiblam, o'ltirib binodan men saldim desak to'g'rilamda. Bo'lmaydi qarindoshlar. Bino silish uchun asos o'lib bitirib bo'lib taq chiqsak, aran taqchobi 10-20-30% yani bitkizgan bo'lamiz. Asosi o'lib bitirib olsak. Uning to'piga nurg'un narsa salamiz. Nurg'un qildigan xizmatlarimiz va nurg'unlagan ishlarimiz va deb buni qilish to'g'ri keldi. 5 asos prinsipdan odatlik bir musulmonning qilish tegishli qo'ygan boshda atib bo'lmaydigan majburiyat, mas'uliyatli demoqchi buni. Ha, mas'uliyatli. Iqomat salat bu namozni barpo qilish, namozincha ta'dil arkonlar bilan vaqtida o'qish, jamoat bilan o'qish bu intayincha muhim. Tunji bo'lib qiyomat so'riladigan narsa nima? Namoz. Namozni so'rilamiz. Namoz degan Alloh subhanahu va taolo bilan biz o'tirimizga munojat, mundishish, paranglashish. Bu namoz degan nihoyat muhim ibodat. Biz endi namozni hozir nihoyat shu qushqach qapasga sulinib qolgandek bir tezroq chiqsak deb o'ylaymiz. Kallamiz nurg'un hisobat va nurg'unlagan ishlar bor kallamizda. Manda bo'lib qolsak bo'lmaydi. Namozni chuqur asos o'rin qo'yishimiz kerak. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning hadisda Qum ya Bilal arihna biha, yana Bilal o'rnidan to bizni shu namoz orqali bir rohatlantirgan degan. Ba'zi salaf solihlar yaralansa vallohu alam shu Ali roziyallohu anhu deymi? Shular yaralangandan keyin shu yani tikadigan ya dag'laydigan menda ish bo'lib qolsa, men namozga o'tirib olay degan ekanda. Namozga turib olgandan keyin butun as hushi isiyada Alloh subhanahu va taologa bog'langandan keyin og'riqni sezmayman demoqchi ekan. Endi biz mushijatda xushu tazarru, Allohga yilinish, yalvorishni qattiq qilsak bo'ldi. Bunda qilmasak biz o'zimizning mas'uliyatimizni ado qilgan bo'lmaymiz. Shu iqomat salat deb keltirishdiki, sabab shu. Itoiz zakamdi, islomning 3-cho'ng prinsipi. Bu nima desa, itoiz zakat degan zakatni berish. Zakatni berish. Zakatni bu masalan aqimus salavatu zakat Qur'on Karimda 27 yada aqimus salavatu zakat bilinam kelgan. Namozdan zakatchi ayrilib qolgan. Hatto Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamdan keyin xalifa kim zakat bilan mushu namozning o'rtasini ayirib etdi ekan, payg'ambar alayhisolamga bergan bir o'g'loqchilik narsani menga bermaydi ekan, men uninglar urushma. Ya'ni qurolliq ashunga qarshi jihad qilma degan. Sahih hadis bor. Demak, zakatni berish. Kimga beramiz? Zakatni Qur'on Karimda 8 dona o'rinni Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'ydi. Bu o'ringa hozircha kirmaymiz, kirsak keng ketadi. 8 o'ringa joyin tepib, eng muhim kishilarga berish bu intayin muhim. Zakatni berish. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda payg'ambar alayhisolam dedingizmi? Astagfirullah,
Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Demek ulardan şu zakatni algınki ulanço pakızlığın o maneviyat ulanı paklığın ulanın mallarını pakızlığın ulanı pakızlığın degan bo'ldi. Demek zakat bu ijtimoiy kafolat sistemasi. Nima uchun zakat beramiz deganda baylardan elib namratlarga berildigan şu 8 dan o'rinning hammasi ehtiyojli o'rinlar. Buni bergandan keyin namratlarninki baylarga bo'lgan puldorlarga bo'lgan hasadxo'rlikka yoki o'chmanlikka yo'qoladi. Yalangtosh proletariat inqilobchilarcha sakrab ko'chaga chiqmaydi. Buningki oldini olib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo zakatni o'rlashtirdi. Bu jiq gap emas. Nayt shobi. 2% masala bu. Masalan. Buningki hamda o'z temizda o'z navbatida tafsil to'xtalamiz inshaalloh. Zakatni berish, zakatni joyiga yetkazish, askarlarni satanmagan, alamgan yoki boshqa bir narsalarni bu zakatga hisoblamaslik. Zakatni aniq, muhim o'rinlarga ishiltish bu bek muhim. Şu zakatda masjid saqlanmaydi. Buni olimlarning jumhur olim bilan qarshi turgan. Çünki paqarlarninki, namoratlarning va undan boshqa hojatmanlarning haqqi. Bunaga diqqat qilsak bo'ldi. Endi bunun 4-nchisi Hajjul Bayt. Hajjul Bayt. Ana buni bu Ramazonni keyin keltirib Hajjul Bayt burun keltirib qo'yish sababi nima deganda Valillahi alan-nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila deb oyatda. Mushu Alloh rizoligi uchun kishilarga haj qilish farz qilindi. Yo'li qodir bo'lgan dedi. Yo'li qodir bo'lgandan gap zat va rahila. Pul, pasport ikki narsa bo'lishi. Hem şu haj qilmoqchi odamning oila tabatli och qolmaydigan, kishilarga muhtoj bo'lib qolmaydigan bo'lishi. Hem qarzdor bo'lib qarzini bermagan holatda muomalasi kerak. Hajning asosi. Haj umrda bir qatim farz. Hijriya 9-yil eng oxirida farz qilingan. Payg'ambar alayhisalom umricha bir qatim haj qilgan. Bir qatim. 4 qatim umr qilgan. Endi bunga ranjib qaqsak bo'lmaydi. Ba'zilarimiz endi bu hajni nihoyatda jiq qilayotganlarmi bor. Uningda muhim ibodatlar tursa, nafilni qilib berib, pul o'zimizning, lekin hisobini Alloh taolo oladi. Shu olim ilm oldidan so'rab, qaysi muhim deb muhim o'rinlarga ishlatish, muhim o'rinlarga berish, Etimisir, To'lxoton, masalan, din yo'lda o'qiyotgan, shu millatning kelgusi egilari bo'lgan o'quvchilar, mushularga bularningki ahvolini surishti qilib, tekshirib turish bu baylarningki mas'uliyati. Demek bu 9-yilda farz qilindi, payg'ambar alayhisalom 1 yildan keyin haj qildi. Haj qildi. Bu hajning endi bu ibodatlar qanday ibodat deganda, shahodat la ilaha illalloh degan bu tildan joriy bo'lgan, qalb tasdiqlaydigan ibodat. Bu demak tilimiz orqali qildigan ibodat. Ana iqomat salat desa, bu namoz jismoniy, badan orqali bo'ldigan ibodat. Badan orqali. İtaat zakat bu ibadet maliye deyimiz, iqtisod orqali bo'lgan ibodat bu. Iqtisodimizni joyida sarf qilib, haloldan tepib, halol yo'lga ishiltib, halolcha shu topgan puldan Alloh yo'lida zakatni olish degan bo'ldi. Zakatni olish. Va hajjul bayt endi bu yerda haj qilish bu ham ibodat maliye, ham ibodat badaniy, ham jismoniy jihatda ham iqtisod ketadigan bir ibodat. Ama japosi bekbabının har qancha taraqqiy qilib hozir yaxshi bo'lib ketdi desak-mi, ammo jabolari ajoyib. Shunga buni savmdan burun keltirgan deb qaragan payg'ambar alayhisalom deb berganligi uchun Abdullah ibn Umar hech qanday o'zgartmay mushmunchlamcho degan eng muhimi. Demak, Baytullohni maqsad qilib berish, pulni haloldan tepish, shu berishdan buruncha o'zing qarzini uzish, qarzini uzish. Baytullohga borgandan keyin hajj mabrur Allah qabul qildigan haj qilish, haj mabrurning jazosi faqatlam jannat degan payg'ambarimiz. Ham ondan tug'im bo'ldi degan. Demak, haqqulloh qas Alloh subhanahu va taolo o'tidi. Haqqul abdu qas bandan haq bo'lsa, banda o'tmaguncha Alloh taolo buning uchun o'tmaydi. Buni tushunsak bo'ldi. So'ng Ramazon oyida ro'za tutish dedi. Endi Ramazon oyi ro'za tutish degan gap hamda bu amal ibodatning ichida qilmaslik orqali ibodat qilish, tark etish orqali. Nima tark etmiz? Yemek ichmakni, ayollar bilan birga bo'lishni, bu tark etib turib, bizcha o'zimizni kontrol qilib, degan shu tongdan tortib, tong otqa vaqtdan tortib, belgilangan shu vaqtdan kun o'tib bo'lishlar. Bu namazning qaytish.
açaşıqdan bo'lashi bo'lganda bir tutan ravaq tamoq. Yavimiz bunday yaşadığım ba bu bir-birininki asosligiga yetadigan bir amal. Ramazon ro'zasi bu hozir masalan Yevropada ba'zan o'ratildi. Och qo'yib degan doktorxonalar ishliqliq oshqozonni bir ratlash oshqozonni bir ma'lum xilatlancho tangshash masalasi bu orqali amalga oshirganlikni olimlar meditsina olimlari buni da'vat etdi. Demak, gap yig'indisi bu yerda 5 tane İslamның asas prinsipini dedi. İslam muşu, İslam yani din, İslam dinimiz muş asas prinsipinin üstüne kuruldu dedi. Bazıları söylese bir kısım alimler, Huzeyf radıyallahu anhu mesela, bir kısım alimler cihatның bunun için qetib qo'ygan. Cihat 6-cı rukun asas degan. Ha degan. 6-cı rukun 6-cı asas cihat degan. Lekin cumhur alimlar ya bunu qo'shsaq bo'lmaydi degan. Nima uchun buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sanamadi desa, cihat farz kifaya, normal holatda. Davamlıq cihat qıldığan şey, ma ibadetini davamlıq qıldığan gap hamdı. O bir zor bo'lib qolsa, ya tajovuzchilik uchirsak, yoki besbalinsaq va yoki masalan bir davlat to'saliga uchirsa, yoki musulmonlarning erkinligi daxil taruz qilinib qolsa, epariladigan ibodat bo'lg'achqa, bu ibodatni bunga qo'shmagan. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan rasul amri al-islam. Ishninki nimasi? Asos beshi islom. Uning eng yuqori cho'qisi nima? Cihat degan. Zirvat sanamihi al-jihad. Yuqori cho'qis degan gap, mushun hammasi mavu asas uni jihatchi eng yuqori turdi degan bo'ldi. Shuni biz kech-kunduz qilayotgan ishimiz, Alloh yo'l tirishqanlarimiz, Alloh yo'lda hajlagan pullar, qilgan da'vatlarimiz, mushu qancha tashviqotlarimiz, niyatni ravuz qilib olsak, biz ajr savobni ko'p olamiz. Demak, bu orqali biz jihad qilayotgan bo'lamiz. Shunga bu yerda 5 ni keltirib birini keltirmaslikning hikmatini olimlarcha shunda tushungan qarindoshlar. Shunga biz ugunli davomli tirishili, mush har bir qilayotgan ishimizga yaxshi bir niyatni hozirlab, o'zimiz uchun hasaddan xoli, bir-birimizga zankashlikdan xoli holatda olg'a ilgilash uchun qo'lni qo'lga tutishib mangayli. Bir-birimizni haqoratlamayli. Hammamiz o'zimizning qilgan ishi uchun faxrlanib, men qilgan ishim to'g'ri demayli. Kullu hizbi bima ladayhim farihun deb Qur'onda hammaylan o'z qilgan ishdan faxrlanadigan, xush bo'ladigan ish bo'lmasin. Har bir guruh o'z qilgan ishni xush bo'ladi, xushallanadi deb bir nima va bir maqoldan sizlarga ditingiz yoqmasa sökmay amal yo'q, xaltanga patmas tökmay amal yo'q degandek, ditimiz yoqmagan amin sökütib, xaltimiz patmagan tökvetsek keyin lan bo'lib qoladi. So'nglashqa biz insofli bo'layli. Bir-birimizga ama ijtimoiy uchur aloqa vositada hujum qilmayli, tillamayli, olim ulamolarimiz, ziyolilarimiz, rahbarlarimizni hurmatlayli. Bir millat olim ulamolarni, ziyolilarni, rahbarlarni hurmatlamasa, boshqa millatning qarab tayliq kim bu millatning ahvoli deydi. Hammamiz o'zimizning ishimcha cho'ng tutib bunda qilmayli. Ay Poyabzaydni Iyazningki şu Abdullah Mubarak yazgan xatida sen musharam diye turaldın, turib olding, miyaga kamiding degandan keyin bu memnun mishada o'zimga Alloh taolo oson qilib bergan, echib bergan yaxshi ishning quvvatini, farishning quvvatini sen mushada quvvatsa, xuddaligi Rayyan deb jannatning bir ishining birisi ismi Rayyan, Ramazon tutqushlar kirdi, birning uchi namoz o'quvchilar kirdi. Hamma Alloh taolo bir odamga Likulun muyassar lima xuliqala. Nimaga yaratilgan bo'lsa, ashunda oson, shun qobiliyat bo'ladi. Qobiliyat odam anicha mashin qilinmadi deb akında ayblashga bo'lmaydi. Uni qilayotgan ekan, farzni qilmagan bo'lsa, kirishmagan bo'lsa ayblashak hamda, ya uni uchun chiqib qilib nasihat qilsak bo'ladi. Lekin qilayotgan odamni anda bo'ldi, manda bo'ldi, uni men qilganni qil deb o'zimizning ideyasini boshqalarga tang'dirishni qilsak, ziddiyat keskinlashadi. Biz unda qilg'idek holat emas qarindoshimiz. Shuningdek, hammamiz o'zimizning iman e'tiqodini tekshirdi. Xuddi jismoniyatimizni tekshiramiz, o'zimizning salomatlikni tekshirib turgandek, men e'tiqodim qanday bo'lib ketdi? Sahobalar shunday qildi. Men nega ketib boraman hozir? Maslahat oldi, nasihat qilinish talab qilinib qoldi, nasihat qilib qo'ying deb hadisda. Olim ulamolarimiz haqsiz xizmat qilyotdi inshaalloh. Mushuna qilish mans Alloh subhanahu va taolo bizga g'albin berdi. Go'zal kelajak bizdan bo'ladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا
ilaha illalloh, Allahu akbar. Muhammad Rasulullah, ya Habiballah.